Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun xudo xolasa navbatdagi zakazlar prezidentimiz topshiryapmiz. Bugun 9-aprel. Akamiz Toshkentdan zakaz qilgan edilar. Tayyor bo'ldi, xudo xolasa topshiryapmiz. Aka, o'zingizni taassurotlaringizni qanday bo'ldi? Siz aytganday bo'lib chiqdimi? Faqat o'zingiz aytsangiz. Ma'qul bo'ldimi marhamat? Aytganlar ham yaxshi bo'ldi. Rahmat. O'ylardan bo'lmasin. O'ylaganimdan ham yaxshi bo'ldi. Ishlarlar barakatli bo'lsin. Ularning yaxshilarini. Siz ham yaxshi kunlarga xizmat. Hisob qo'y. Aka. Bu aravamizga kelsak, bu aravamiz 150 ga 240 bo'ldi. Metallik svetda tentlari bilan balandligi 150. Mana akamiz shunday qilib zakaz qilgan edi. Oldilarida balonlari, mana bu zanjir 1.600 zamok. Keyin hujjatlari bilan topshirdik akaga. Kuzov nomer hammasi bor. Kobaltni baloni. Qiziqarlar bo'lsa bemalol telefon qilib bog'lanaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Manzilimiz Jizzax viloyati G'allaorol tumanidan. Varianti.